yerda asosan bizga hozirgi kecha kunduzgi qishki mavsumga kerakli bo'lgan faril baliqlarni, chovoqlarini shu yerdan olish imkoniyati tug'ilib qoldi va bu yerda shu soha mutaxassislari bilan qolaversa fermer xo'jaligining raisi bilan ikki og'iz suhbatga tortamiz. So'rajon Qormay, avvalo mana shu baliqchilikni siz nechinchi yilda tashkil etgansiz? Assalomu alaykum. 2018 yildan beri shug'ullanamiz. Baliqlar faqat farelchilik sohasida shug'ullanamiz. 2018-2019 yillar mana Surxondaryoda, Toshkentdan, Bo'stonliqlarda malyoga olib keladi. Sohani kengaytirib, o'zimizda shuni imkoniyat yaratildi, laboratoriyalarda tashkilot qildik. O'sha fikrani o'zimizga ochish jarayonini tashkillashtirdik. Buni biza Yevropa bilan hamkorlikda, Polsha davlatidan fikralarda tashkilamiz, shartnoma asosida. Keyin o'zimiz laboratoriya tashkil qilamiz, boshqa o'sha oshirishlarni inkubatsiya davri o'zimizga o'tadi. So'rajon, demak sizlar buni ikrasini asosiy qaysi davlatdan olib kelasiz? Polsha davlatidan olib kelib, o'zlaringiz laboratoriyada o'sha chovoqlarni rivojlantirib, endi bunga bizga ma'lumki, faqat bu sovuq suv sevar bunaqa baliqda. Buni sizlarning suvlaringizni kelishi yoki qanday kelib turib, qanaqa qayerdan chiqib ketadi, bunga qanday imkoniyatlar yaratyapsizlar? Mana shu avvalambor muhitimiz shu farelchilikka to'g'ri keladi. Suvimiz mana buni gradusi 6 gradusdan 50 gradusgacha farelga yaxshi ishlanadi. İnkubatsiya davrida o'sha baholar aprel oylari, may oylari inkubatsiya davri to'g'ri keladi. O'shanda suv harorati 6 gradusdan 12 gradusgacha bo'ladi. Eng usti 12 gradusgacha bo'ladi. 6-8-10 gradus bu yaxshi davr hisoblanadi. Natija bo'ladi. Bizning 200 ming baliq olsangiz, 100 kiloda 88-88% yaxshi natija bo'ladi. Sizlar mana shu yuqorida aytib o'tdingiz, butun respublika bo'yicha mana shu farel chovoqlari bilan ta'minlar ekansizlar. Masalan, mana shu hozir biz ko'rib turgan havzalarda aniq bo'lmasa ham taxminiy ma'lumotlaringiz bormi? Necha bunga taxminiy emas, aniq ma'lumotlar bor. 200 ming dona olib kelganmiz Polshadan mana shu yil. May oyi olib keldik. Mayda oxiri ekan. Iyunning boshidan apparatga qo'yganmiz buni inkubatorga. Iyunning 15lariga chiqqan bu baliqlar. Iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, 4 oylik bo'lgan bu baliqlarimiz. 200 ming donadan hozir 190 endi taxminiy natija 190 talar oshgan ekan. 300 ming dona tadbirkorlarga yetkazildi. Qo'llanib aniq. Demak, siz bilan boshqa tumanlar, boshqa viloyatlar ham bemalol shartnoma qilib, sizdan o'sha chovoqlarni olib borib, o'stirib, baliqchilikni rivojlantirsa bo'ladi. Hozirgacha mana 1 oy bo'ldi buni boshlaganimiz, tayyor bo'lib o'qishgan baliqlarning xateriya holatlari to'xtadi. Hozirgi kungacha 300 ming dona tadbirkorlar shartnoma asosida Surxondaryo viloyati, Toshkent viloyati, Bo'stonliq tomonlar, Sirdaryo olib ketdi. Bu 3 ta viloyat bilan hamkorlashib qilamiz. Butun respublika bo'yicha mana baliqni yetkazib beradigan texnikalari bilan yetkazib beramiz. Sizga ishlaringizga omad. Endi bizni xudo xohlasa kelajakdagi ishlarimiz albatta biz Muhammad veterinariya ilmiy tadqiqot instituti bo'lganligi uchun bizga sizga o'xshagan tadbirkor, baliqchilar, fermer xo'jaliklari ko'proq kerak bo'ladi-da. Shu sohada albatta biz bilan hamkorlikda ishlasangiz yoki sizni bizga
yordamıngiz tegsa, hech qanaqa kasallik, boshqa narsalar bo'lmasimi? Endi har qanday holat bo'lishi mumkin. O'sha veterinariya ilmiy tadqiqot institutining baliq va asalari kasalliklar o'rganish laboratoriyasi bilan birgalikda ish olib borsalaringiz juda maqsadga muvofiq bo'ladi deb bilaman. Mana xudo xohlasa mana shu bugunning o'zida bir 500 dona mana shu chovoqdan olib ketamizda, o'zimizda tajriba baliq havzamiz bor. O'sha joyda o'zini maxsus yemini olamiz. Xuddi o'sha sizda ko'rsatilgan haroratni biz ham yoqda ta'minlab, albatta mana shu qisman bo'lsa ham sizlarga o'z hissamizni qo'shsak, yordam bersak degan fikr bilan shu yerga kelgan edik. Sizni ishlaringizga omad, hech qachon charchamangizlar. Katta rahmat. Mana baliq sanash jarayoni boshlandi. Baliq olyapmiz. Yüzde böyle. Yüzde böyle. İki. Altı. Sekiz. 12. Mana joylab Vay maşallah.